Xo'sh, keling, ilovani batafsil ko'rib chiqamiz. Men bosh panelga kiryapman. Demak, ko'ramiz. Bu yerda yuqori asosiy burchakda ichki atn tangasining kursi ko'rsatilgan. Agar unga bossangiz, siz avtomatik tarzda ToinGetco saytiga o'tasiz va u yerda ushbu tangani real vaqtda qancha turishini ko'rishingiz mumkin. Bu juda qulay, chunki aktivlaringiz qancha turishini darhol bilib olasiz. Chap yuqori burchakka o'tamiz. Bu yerda bizda hamyon ko'rsatilgan, ya'ni shu manzilga tanga sotib olishimiz mumkin. Lekin bu birinchi navbatda shart emas. Bu nima uchun kerakligini keyinroq pastroqda tushuntiraman. Foydalanuvchi nomini o'zgartirish imkoniyati bor. Bu sizning taxallusingiz. Buning uchun qalamchani bosib, ismingizni yozishingiz kerak. Bu muhim, chunki akkauntga birinchi kirganingizda o'zingizni tizimda qandaydir tarzda belgilashingiz kerak bo'ladi. Yonida sizning reytingdagi o'rningiz va hozirgi darajangiz ko'rsatiladi. Masalan, hozir menda 305-o'rin. Bu o'ziga xos musobaqaviy element bo'lib, u sizning faolligingiz va ilovaning o'zidagi yutuqlaringizni ko'rsatadi. Pastga tushamiz. Chap tomonda butun balandlik ko'rsatkichi joylashgan. Bu ilovaning ichki valyutasi hisoblanadi. Aynan shu yordamida siz suratlarga investitsiya qilasiz. Bu tokenlar faqat tizim ichida ishlatiladi va to'g'ridan-to'g'ri hech qayerga chiqarilmaydi. Tun esa ten balanchi. Bu esa bozorda boklangan va ToinGetco'da ko'rsatiladigan tangalar. Va o'ng tomonda bizda joylashgan usti balanchi. Bu yerda asosan hammasi oddiy. Bu dollar hisobidagi balans bo'lib, uni o'z mablag'laringizga aylantirishingiz mumkin. Lekin muhim bir jihat bor. Mablag'larni o'tkazish ma'lum bir mantiqqa asoslangan. Siz istalgan vaqtda pul kiritishingiz mumkin emas. Avval siz mablag'larni patndan atnga o'tkazasiz, keyin esa ustiga. Bularning barchasini faqat oyda bir marta qilish mumkin. Ya'ni tizim maxsus ravishda pul yechish chastotasini cheklaydi. Qarang, menda ko'rsatilgan. Keyingi pul yechish imkoniyatigacha bir kun qoldi. Oxirgi marta deyarli bir oy oldin pul yechganman. Keyin kuniga bir marta, ya'ni 20 ta patnni olish uchun faol tugma mavjud. Siz uni bosishingiz va shunchaki dasturga kirish uchun 20 ta ichki valyuta tokenini olishingiz mumkin. Bu kichik kunlik bonus. Keyingi tugma yaratuvchi daromadlaringizni to'plang. Bu yerda siz fotosuratlaringiz uchun muallif sifatida olgan barcha daromadlarni, kontentingizni yoqtirgan foydalanuvchilarning investitsiyalaridan yegasiz. Biroz onroqda swap tugmasi bor. Bu tugma ilova ichida valyutani almashtirish imkonini beradi. Masalan, siz atni ust yoki patnga konvertatsiya qilishingiz mumkin. Keyin esa total staket ko'rsatkichi keladi. Bu sizning suratlarga qilgan jami investitsiyalaringiz miqdori. Ya'ni investor sifatida qancha mablag' kiritganingiz. Yana biroz ongroqda. Total Creator Redeem. Bu siz kontent muallifi sifatida qancha daromad topganingiz. Ongroqda Neft Ninja limiti joriy davrda siz uchun mavjud bo'lgan summani ko'rsatadi. Muhimi, agar siz faol bo'lmasangiz, bu limit kamayishi mumkinligini tushunish kerak. Ya'ni har kuni ilovaga kirib, hech bo'lmaganda biroz faoliyat ko'rsatish kerak. Masalan, kirib bir necha marta suratga tushgan bo'lsangiz ham bo'ladi. Endi pastki bo'limlarga o'tamiz. Birinchi yo'llab yaratilgan. Bu siz yaratgan barcha fotosuratlar arxivi. Bu yerda ularning har biri qancha daromad keltirganini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi staket yo'lligi. Bu sizning investitsiyangiz. Siz pul sarflagan barcha fotosuratlar bu yerda ko'rsatiladi. Har birining yonida rentabellik foizi ko'rsatilgan. Agar siz fotosuratni bossangiz, batafsil ko'rinishga o'tasiz. Lekin bu haqida biroz keyinroq gaplashamiz. Agar o'ng tomonda joylashgan foizga bossangiz, investitsiyani yechib olish mumkin bo'lgan menyu ochiladi. Lekin bir nozik jihati bor. Mablag'lar kamida 24 soatga muzlatiladi. Ya'ni darhol pul tikib, uni birdaniga yechib ololmaysiz. Agar, masalan, bir sutkadan keyin pul yechsangiz, 2,5% komissiya yo'qotasiz. Masalan, agar daromad meniki kabi 13% bo'lsa, unda taxminan 10,5% foyda qoladi. Shuning uchun men har kuni pul yechaman, chunki baribir yaxshi foydada bo'laman. Agar investitsiyani 2 kun ushlasangiz, komissiya 1% gacha tushadi. Agar 3 kun bo'lsa, taxminan 0,5%. Keyingi bo'lim transaksiya. Bu yerda barcha operatsiyalar to'liq jurnali, bonuslar, hamkorlikdan tushgan to'lovlar, referallarni ro'yxatdan o'tkazish va hokazolar ko'rsatilgan. Va oxirgi bo'lim bloklanganlar. Bu yerda ehtimol administratsiyadan bildirishnomalar chiqadi. Masalan, agar kontentingiz qoidalarni buzsa, ehtimol blokirovka sababini shu yerda ko'rasiz. Endi orqaga qaytamiz va pul bo'limiga kiramiz.
Bu yerda affiliate hamkorlik bo'limi bor. Bu sizning hamkorlik havolangiz. Aynan shu havolani odamlarni taklif qilish uchun ishlatasiz. Muhimi, odam ro'yxatdan o'tayotganda albatta sizning hamkorlik kodingizni kiritish kerak. Shunda siz ham, u ham 100 tadan patent token olasiz. Bu yerda sizning hamkorlaringiz ham ko'rsatiladi. Eng faol bo'limi ham bor. Bu eng faol foydalanuvchilar reytingi. Bu bo'lim o'sishga va rivojlanishga motivatsiya beradi. Masalan, qancha pul ishlaganini ko'rish mumkin. Odam oxirgi 30 kun ichida qancha ishlab topganini. Ba'zilarida bu summa taxminan $5000 gacha yetadi. Favorite sevimlilar bo'limi ham bor. Bu yerda siz kuzatayotgan foydalanuvchilar ko'rsatiladi. Agar sizda taklif qiluvchi bo'lmasa, uni ham qo'shishingiz mumkin. Ya'ni odam rasmi o'rnida shunchaki plyuscha bo'ladi. Shu orqali taklif qiluvchini qo'shasiz. Shuning uchun plyuschani bosasiz va qaysi odamning hamkorlik kodini kiritmoqchi bo'lsangiz, o'shani ko'rsatasiz. Endi esa kontent yaratishga o'tamiz. Mi va latest bo'limlari. Bu yerda barcha foto va videolarni yuklash mumkin. Ya'ni suratlar ham, taxminan 5 soniyagacha bo'lgan qisqa videolar ham yuklasa bo'ladi. Kontent yaratish uchun yuqoridagi plyuschani bosasiz. So'ng foto yoki video olishni yoki matn qo'shishni tanlaysiz. Keyingi Kurits bo'limi so'nggi 30 kun ichida nechta surat olganingiz va qancha daromad qilganingiz haqida batafsil statistika ko'rsatadi. Investit bo'limi esa ilgari aytganimdek, investitsiyalaringiz haqidagi ma'lumotlarni yana ko'rsatadi. Keyin Wallet bo'limi bor. Bu hamyon. Pul yechib olishni alohida ko'rib chiqish mumkin. Bu yerda hech qanday qiyin narsa yo'q. Keyin pul yechib olayotganimda bularning hammasini alohida videoga olaman. Tab bo'limi. Bu yerda siz karta buyurtma qilishingiz mumkin. Ba'zi foydalanuvchilar allaqachon undan foydalanishyapti. Keyin inbox bo'limi bor. Bu yerda sizning suratlaringizga kimlar investitsiya qilgani haqida ma'lumot ko'rsatiladi. Profilni ochib, ular aynan qaysi suratga investitsiya qilganini ko'rishingiz mumkin. Har bir suratda statistika mavjud. Qancha token investitsiya qilingan, nechta ko'rish bo'lgan, suratning o'ziga nechta kirish bo'lgan, bular ko'rsatiladi. Shuningdek, o'ng tomonda suratga olingan sana va joyi ko'rsatilgan. Agar suratni ochsangiz, investorlar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qiziqarli bir jihat bor. Qanchalik erta suratga investitsiya qilsangiz, foyda foizingiz shunchalik yuqori bo'ladi. Tizimda botlar ham ishlaydi. Ular shunday deb ataladigan inyeksiyalarni amalga oshiradi, ya'ni investitsiyalarga qo'shimcha foiz qo'shadi. Bu yerda o'sish grafigi ham ko'rsatilgan. Agar foydalanuvchi allaqachon pulini chiqargan bo'lsa, u qorong'iroq rangda ko'rinadi. Faol investorlar esa yorqinroq rangda aks etadi. Suratga investitsiya qilish uchun mana shu slayderdan foydalaniladi. Yoki shunchaki bir marta bosib, summani qo'lda kiritish ham mumkin. Shuningdek, ushbu suratda siz muallif sifatida qancha daromad olganingizni ham ko'rishingiz mumkin. Mana, masalan, 10 tomonga qarasangiz, bir dona suratdan qancha daromad olganimni ko'rasiz. $1.24. Qancha sifatli va kreativ surat bo'lsa, daromadingiz ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu muhim qoida, buni tushunib olishingiz kerak. Endi davom etamiz. New yangi bo'limiga o'tamiz. Bu yerda butun dunyodan yangi suratlar real vaqt rejimida paydo bo'ladi. Bu, bilasizmi, yangi va istiqbolli suratlarni tutib olish uchun ideal joy deb aytishadi. Qanchalik tez kirib, sifatli suratga investitsiya qilsangiz, shunchalik ko'proq daromad olasiz. Bitta suratga maksimal investitsiya miqdori esa ko'pi bilan $30. Shuningdek, bu yerda mashhurlik bo'yicha bo'limlar ham bor. Masalan, 6 soat, kun, hafta, oy va butun vaqt uchun. Shuningdek, tarix bo'limi ham bor. Bu yerda mashhur suratlarni mamlakatlar va voqealar bo'yicha ko'rish mumkin. Ilovaning g'oyasi haqiqiy dunyoni ko'rsatish, fake'siz, photoshoplarsiz, hozir juda tez rivojlanayotgan sun'iy intellektsiz. Va bu sun'iy intellekt allaqachon Instagramni ham to'ldirib yubordi. Shuningdek, o'ng tomonda bizda xarita bo'limi bor. Biz yaqin atrofdagi foydalanuvchilarni topishimiz mumkin. Masalan, bosasiz va shu ilovani ishlatayotgan qo'shningizni topasiz. Mana shunday ko'rinishda shart bo'ldi. Albatta, ushbu kanalda obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda juda ko'p foydali ma'lumotlar bo'ladi. Yana keyingi videoda ko'rishamiz.